Xo'p, qadrdonlar, bu mavzuyimiz stabilizatsiya. Stabilizatsiya bundoq olib qaraydigan bo'lsak, unaqa qiyin narsa emas. Juda ham stabilizatsiyani to'g'rilash oson. Ya'ni stabilizatsiya videoni olayotgan vaqtda juda ko'p holatlarda qaltirashlar bo'ladi. Ya'ni misol uchun qo'lingiz qaltiraydi yoki bo'lmasa sovuqda oladigan bo'lsangiz, albatta yana qo'lingiz qaltiraydi. Yurib ketayotgan paytda stabilizator bilan oladigan bo'lsangiz, yurib ketayotganingizda bundoq qadamingizni, ya'ni bundoq kamera baland-past bo'ladi. Sekin planli bo'lsa ham baland-past bo'ladi. Shunaqa narsalari bor. Stabilizatsiya kerak bo'ladigan paytlar bor. Stabilizatsiya bizga kerak bo'lgandan keyin albatta stabilizatsiyani qo'yishimiz kerak. Stabilizatsiyani qayerdan olamiz va qanday qo'yamiz? Shu narsalar haqida qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Qisqacha emas, to'liq tushuntirib ketaman. Stabilizatsiya berish uchun asosan ikkita narsadan foydalanamiz. Birinchisi Premiere Pro, ikkinchisi CapCut. CapCutda stabilizatsiya juda ham zo'r ishlaydi. Premieredan ham zo'r ko'ra kuchliroq ishlayapti. Nimaga bilmayman. Premiereda unaqa zo'r ishlamayapti stabilizatsiya, lekin CapCutda вообще mощно ishlayapti. Xo'p, qaranglar. Bizga Photoshop kerak emas uchun. Stabilizatsiya kerak bo'lgan videoni hozir shu yerda o'zida olamiz. Misol uchun mana bu telefon. Nimaga men bunda olyapman? Sababi iPhone da olinadigan bo'lsa, iPhone da o'zining stabilizatsiyasi zo'r. Misol uchun mendagi iPhone stabilizatsiyasi zo'r. 11 da, misol uchun iPhone 11 da, X da yo'lda oladigan bo'lsa, unchalik yaxshi emas stabilizatsiyasi. Shu 12 da ham. 13 da stabilizatsiyasi ancha yaxshi bo'lishgan. Narigi telefonim Samsung 21. Bunda ham stabilizatsiyasi zo'r ishlaydi, o'ziniki. Shu uchun u telefonlarda siz video oladigan bo'lsangiz, stabilizatsiya unchalik shart emas. Mabodo shart bo'lgan taqdirda ham unchalik effekti bilinmaydi. Shu uchun mana bu telefonni olamiz. Qo'limni qaltiratib olaman. Shu yerda o'zida bu birinchi kadr. Bu ikkinchi kadr. Wow, tushib chiqadi. Yurib ketayotganingizda примерно shunaqa kadr tushib chiqadi. Xo'p. Ikkala videoni endi o'zimizga tashlaymiz. Ko'rdingiz, shu yerda o'zida olgan videoyim, shu yerda o'zida sirazi motiv qilamiz. Reski. Bir narsani aytib ketay, stabilizatsiya ishlamaydigan videolar ham bor. Ya'ni me'yordan ortiqcha darajadagi qaltirash bo'ladigan bo'lsa, stabilizatsiya ishlamaydi. Maksimal darajadagi stabilizatsiya, minimal darajadagi anaqasi bor. Ba'zi videolarda stabilizatsiya ishlaydi, ba'zilarida ishlamaydi. Ishlamaydigan video qanaqa? 30 darajada qo'pol qaltirashlar bo'ladigan bo'lsa, ishlamaydi. Misol uchun, telefonda siz videoni olyapsiz, u videoni mana bunaqasiga olib ketyapsiz-da. U yoqdan bu yoqqa ham qimlagan, tepadan pastga ham qimlagan video bor, misol uchun. Unaqa videoda stabilizatsiya qo'ygan bestoku ishlamaydi. Rasvo qilib qo'yadi kadrni bekordan bekorga. Melchov qaltirashni to'g'rilab beradi. Misol uchun mana shuni qaltirayapti qo'yish. Bunaqa qaltirashni stabilizatsiya to'g'rilab beradi. Plavniy do tepaga pastga chiqib tushishi to'g'rilab beradi. Yoki plavniy u yoqdan bu yoqqa sekin borib kelishi to'g'rilab beradi. Lekin mana bunaqa narsani to'g'rilamaydi. Shu narsani tushuninglar. Agarda kadrlarning bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bunday olinadigan bo'lsa, bu to'g'rilanmaydi. Foydasi yo'q bu narsani to'g'rilashda stabilizatsiya bor-ku degan fikrda enaqa qilmay qo'yinglar. O'zlaringga olib qo'yib stabilizatsiya bor-ku, to'g'rilab olamiz degan fikr kelmasin. To'g'rilab bo'lmaydi bu narsa. Xo'p, Premiere'ga o'tamiz. Proyekt. Hozirgi olgan videolarimizni yuklaymiz. Открыть. Pastga tashlaymiz. Hozir olingan videolar.
150 qilsak bu ham ekran bo'ladimi? Kadr qaltirayapti, sezayotgan bo'lsalaring. Shu qo'limni qaltiratganim bu. Ikkinchisi planning tushib chiqish. Birinchisida ham, ikkinchisida ham biza effektga o'tamiz. Effektga o'tganimizdan keyin video effekt bor. Video effektga kirib, shu yerdan искажение degan joyga bosamiz. Stabilizatsiya, deformatsiya degan joyi bor. Ustiga 2 marta bossak shu videoning ustiga o'tadi yoki bo'lmasa buni tortib pastga ustiga tashlab qo'ysak ham shu videoning ustiga o'tadi. Bosganimizdan keyin mana bu yerda stabilizatsiya, deformatsiyani foizi ketadi mana. 87, 95 shu mana. Oxirida mana bunaqa stabilizatsiya degan yozuv chiqadi. Stabilizatsiya qilingandan keyin video ma'lum darajada, ma'lum prosentga, foizga kattalashadi, ya'ni yaqinlashadi, crop bo'ladi. Bu degani hozirgi mana shu videoyingiz yaqinlashadi. Hozir mana ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu video, bu yerdan stabilizatsiyani men o'chirib qo'yadigan bo'lsam, yaqinlashyapti. Bu sifrovoy yaqinlashtirish, ya'ni siz videoyingizni razmeri kichkina bo'ladigan bo'lsa, xira olingan bo'lsa, uni yana ham xiralashtirib beradi stabilizatsiya. Bu sifrovoy stabilizatsiya. Ya'ni siz runningda yoki bo'lmasa mobilniy stabilizatorda kadr olinmagan holatda sifrovoy stabilizatsiya qo'yadigan bo'lsangiz. Xo'p, stabilizatsiyadan keyingi bez stabilizatsiya hozir bitta повтор ko'ramiz. Qaltirayapti kadr. Endi stabilizatsiyani yoqib turib ko'ramiz. Buni ustida mana stabilizatsiyani o'chirib qo'yamiz. Sekin tushib chiqyapti. Endi stabilizatsiyani yoqib qo'yamiz. Stabilizatsiya farqi hozir men uni polniga ochib qo'ysam yana ham yaxshi seziladi. Mana как vibratsiyaga o'xshagan qaltirash bor edi mana unda. U yoqdan bu yoqqa ozgina u yoqdan bu yoqqa jilyapti. Как vibratsiyaga o'xshagan qaltirash bor edi. O'sha qaltirashni hozir bunda olib tashladi. Pastda nastroykasi bor. 50% net движение, misol uchun net движение ni bosadigan bo'lsangiz, qarab turing endi. Yana ham yaqinlashdi. Bitta kadrda o'zini ushlab oldi, bo'ldi. Ikkinchisida ham misol uchun mana net движение ni bossak, kamera tushib chiqyapti, lekin kadr deyarli bir xil. Kadr deyarli o'zgarmagan. Xo'p, net движениеdan planli движениеga o'tkazib, misol uchun ham yana qolganlar o'zgartirsang bo'ladi, tuta shunga o'xshagan narsalar. Bemalol to'g'rilasa bo'ladi. Misol uchun avtoniki, tolka, kadrovka tak. Ya'ni siz uchun stabilizatsiya tolka misol uchun. Tolka stabilizatsiyani o'zi. Tolka stabilizatsiya bosadigan bo'lsangiz, faqat videoga stabilizatsiya beradi, uni kattalashtirmaydi ham, kichraytirmaydi ham, lekin videoningizni mana bu cheklari qorayib, oqarib qolaveradi. Bu yoqdan bu yoqqa suradi videoni. Shu tomoni bor. Shularda ham основной o'sha stabilizatsiya uchun основной ushlagan точкasi avtomasshtab qiladigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik kattalashtirib, kichraytirib beradi. Короче, bunisi ham xuddi shunaqa ishlaydi. Stabilizatsiya xuddi shu tema. Endi buni CapCutga o'tkazadigan bo'lsak,
CapCutga tashladik. Men buni sal tomonga surib olaman, чтобы yaxshiroq chiqishi uchun. Qaltiryapti kamera tepadan videoda stabilization degan joyi bor mana. Shuni bosasiz. Bosganingizdan keyin bunday mana foiz ketadi. Bu yerda tavsiya etiladi. Programmani o'zi sizga tavsiya qiladi qanchalik stabilizatsiya berishni, eng minimalnisi, eng maksimalnisi. CapCut stabilizatsiyasi ancha aqlliroq. Premierga qaraganda maksimalniga o'tkazadigan bo'lsangiz, misol uchun. Planni tushib chiqyapti. Endi bunga ham misol uchun stabilizatsiya. Most rekomendatsiya. Buni lekin CapCut eplay olmadim unchalik. Premiere ancha yaxshiroq qilgandi. Xo'p, stabilizatsiya bo'yicha shu narsa, bu funksiya telefonda ham bor. Hozir telefondagini ko'rsatib ketaman. Telefonda обязательно iPhone bo'lishi shart emas. Bu narsani montiraj qilish uchun Android bo'ladigan bo'lsa ham bo'laveradi. Ya'ni stillar mana bu telefonda, stillar bu telefonda, stillar bunda. Faqat men nimaga endi iPhone'da zapis qilyapsiz degan savol keladi sizga. Men bu telefonda qiladigan bo'lsam, bu telefon qotib qoladi o'sha. Ya'ni o'sha ancha eski telefon. Misol uchun. O'sha Note 9 seriya chiqqaniga adashmasam 6 yil bo'lyapti. Endi bu yerdan CapCutga kiramiz. O'sha videoni topamiz. Добавить. Topganimizdan keyin birinchi kadr. Qaltirayotgan videoni kadri. Xo'p. Bosamiz. Bosganimizdan keyin pastda извлечение звука и стабилизация degan joyi bor mana. Maksimalniy rekomendatsiya. Okey. Bosamiz. O'sha qaltirashni yo'qotib berdi. Buni istayman. Tushib chiqyapti. Shu yerda stabilizatsiya. Maksimalniy и rekomendatsiya degan joyi bor mana. Bosamiz. Buni unchalik eplolmadi. Xo'p. Ya'ni telefondan olgan videolaringizni CapCutda stabilizatsiyasini qilsangiz bo'ladi. CapCutda ham o'sha Premiere'da kompyuterdagida hammasida ketgan prosent foiz ketadi. Bosgandan keyin ekran pastida foiz ketadi. O'shani tugagandan keyin bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Shunaqa. Barchaga omad, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar.